O'zbeklar ko'rsam qarindoshimni ko'rganda bo'lib ketyapman. Tanimasam oldiga borib turib, qalaysiz birasa sog'ib ketdi odam qaytdi. Kelganingga bir kun bo'ldi, Bobur. Restoran ovqatni bir-biridan bemaza. Opa chetda ishga kirsam bo'lmaydimi? Biz yoshxonaga kirgizsam kirasanmi? Voy, kulora. Qozoqlashlaydi oshxona. Voy, Bobur. Non yo'rma dedim men senga. Bizni zakazimiz bo'lyapti-kan, Anita tayyorlanyapti, sizlar zakazlar endi chiqdi. Endi agar tayyor bo'lsa Anita qaytadan ko'rsatiladi. Shunaqa desam, nima deding Bobur? Odam yuragi diqqat bo'ladigan darajada tartibli ekan-da. Bir odam qiynalib, siqilib o'tirmaydimi? Qancha tayyor bo'ladi. Rostdan. Shunaqa odam tartibli bo'ladi. Ana 134 bizni zakazimiz tayyor bo'ldi. Yani bir borib so'kib urishib turish kerak, tepasida turish kerak bunaqalar. Bir kimga o'xshar ekan? O'zbekistondagi modellarga o'xshar ekan. Dada bizlarni kampirlar bo'lardi. Cho'ponga yuvib, ko'chadan to'qilgan narsa sotadi. Bu yerda yosh qiz. Narsa bizda bir rahmingiz kelgandan olasiz u narsasini. Bu tashikchak olasiz ekan, g'alati. Rahming kelmayapti, qara chiroyli qiz ekan. Yepayo.